Hurmatli abituriyentlardan SAT bo'yicha juda ko'plab savollar kelyapti. Ya'ni SAT dan 1200 dan oshiq olganlar grantga kirish kerak edi. Shu nima bo'ldi, tartibi qanaqa bo'ladi deb. Buni tartibi quyidagicha. Eng avvalo bitta narsani yaxshilab tushunib oling. Kimda kim SAT dan 1200 dan yuqori ball olgan bo'lsa, u davlat grantiga kiradi. 100%. Qo'shimcha davlat grantiga, masalan, 1000 nafar shunaqa abituriyent bo'lsa, 1000 tasi ham davlat grantiga kiradi. Bu muhokama qilinadigan masala emas. Bu eng muhimi. 1200 dan oshiq SAT'ingiz bormi? Tamom, siz bu yil davlat grantiga kirasiz, kafolatlangan ravishda. Faqat ko'pchilikni bir savol o'ylantirayotgan edi. Xo'p, menda SAT dan sertifikat bor, 1200 dan baland. Men qaysi yo'nalishlarga kira olaman degan savol. Mana bu eng muhimi menimcha. Demak, prezident qaroriga ko'ra SAT dan imtihon topshirilgan fanlar mavjud bo'lgan yo'nalishlargagina imtiyoz beriladi, grant o'rni beriladi. Bu qaysi fanlar siz? Matematika va chet tili, ingliz tili. Mana shu ikkita fan, mutaxassislik fani bo'lgan yo'nalishlargagina demak imtiyoz asosida grantga kirish mumkin. Qolganida masalan matematika, fizika bo'lsa mutaxassislik fani mumkin emas, imtiyoz berilmaydi. Yoki bilmayman, chet tili, tarix bo'lsa imtiyoz berilmaydi. Aynan matematika va chet tili bo'lishi kerak. Mana ekranda chiqaraman o'sha yo'nalishlarni. Mana shu yo'nalishlargagina demak imtiyoz beriladi. Agarda sizda SAT sertifikati bo'lsa, 1200 dan baland bo'lsa, siz albatta matematika, chet tili yo'nalishini tanlashingiz kerak, agarda grantga kirmoqchi bo'lsangiz. Boshqa yo'nalishni tanlasangiz, unda o'z-o'zidan bu sertifikatingizni imtiyozi kuyadi va hech qanaqa boshqa yo'nalishlarga imtiyoz berilmaydi. Yana bitta muhim jihatni aytishni unutibman. SAT'si borlar diqqatiga. Siz sertifikatingizni PDF-ni yuklamaysiz, screenshot yuklamaysiz. Albatta College Board'ning o'zini saytiga kirib, ya'ni sertifikat bergan tashkilotning saytiga kirib, shaxsiy kabinetingiz orqali sizni sertifikatingizni Bilimlarni baholash agentligiga yuborishni so'rashingiz kerak. Buning uchun o'sha DTM deylik, shu DTMni dekodini kiritasiz. Dekodini kiritib, mana shu tashkilotga meni natijamni jo'nat deb buyurtma berishingiz kerak va ular birdaniga jo'natmaydi. Balki 5 kun o'tar, balki 10 kun o'tar. Shuning uchun bugunoq imkoni bo'lsa, bugun erta tezroq ro'yxatdan o'tib va College Board saytiga kirib, siz demak sertifikatingizni yuborishni so'rashingiz kerak. Agar u yoqdan kelmasa, siz natijangiz, unda sizni sertifikatingiz va imtiyozingiz o'tmaydi, qolib ketasizlar. Mana shunga ham e'tiborli bo'linglar.